Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga mana shu iON 8, iON 6, iON 3 bularda orasida qanaqa farqi bor, sizlarga shuni tushuntirib aytib o'tmoqchiman va narxlarini ham tushuntirib aytmoqchiman. Ya'ni bular narxi juda ham arzon, eng arzon AirPods'lardan biri bular. Ya'ni o'sha eng arzon AirPods'lar qatoriga kiradigan naushniklar, ya'ni simsiz quloqchinlar. Xo'p, bu joyda ko'ryapsizlar, hozir menda 3 dona bor xolos, lekin buni juda ham ko'p variantlar bor. i15 bor, i12 bor, i17 mi deganlari bor. Hozir men sizlarga, lekin ular bilan bir xil, hozir sizlarga tushuntiraman farqlarini. Xo'p, kelinglar, sizlar bilan birinchi bo'lib avval bularni unpacking qilamiz, ya'ni pachkalardan ochib olamiz o'zini. Bu hali ochilmagan, ko'rishingiz mumkin, hali yangi svejiy bo'lib turibdi. Ya'ni ko'zinglarni oldida ochmoqchiman. Kimlardir noto'g'ri tushunishi mumkin, orasiga ichiga solib qo'ygan deydigan ba'ziga bir negativ odamlar bor. Endi bilib bo'lmaydi. Hammamizning oramizda ishonch bo'laversin deb men pachkadan ochganim ham yo'q. Hop, pachkadan ochamiz. Pachkadan ochamiz mana va ichini ko'ramiz, ichidan qanaqa chiqadi. Bu i13 mana i13 5-variant, ya'ni 5 bir balo degandi. Versiyami bilmayman, nimasidir-da endi qarash. Buni sekin ochamiz. Xo'p, mana bu i13 ko'ryapsizlar. Shunaqa uzun. Ichki mana tuzilishlari ham qanaqa bo'ladi? Buni ko'ryapsizlar, ikkinchi taraf. Xo'p, idishga keladigan bo'lsak, idish deydi-yu, shunaqa idishi. Mana knopkasi, ochilishi. Solamiz. Mana solamiz. Mana yonishlari qizil ko'k yonadi. Yopamiz. Ko'rinishi. Xo'p, ichidan nimalar chiqadi? Ichidan bir qarich zaryadchigi chiqadi. iPhone zaryadchigi tushadi bunga albatta mana. Type-C emas, обычный o'sha o'zimizning Lighting-C va ichidan shunaqa qog'ozdan ham даже ekonom qilib olingan bu joyda qog'oz. Endi bu qog'oz bizga o'zlashib solmasa ham farqi kerak emas bizga. Va mana orqa ko'rinishlari. Xo'p, AirPods'imiz ko'rdinglar, qanaqa chiqishini hozir oldinda uni kichkina tarozi yo'q ekan, vesini ham o'lchab ko'rsatmoqchi edim o'zi. Xo'p, keyingisi i16 Max. Mana i16 ning o'zi ham emas, Max, ya'ni yana ham kuchli varianti. Bu 5.3 versiyada deb chiqaryapti. Ko'ramiz. Va bu True Wireless Stereo, ya'ni naushniklar stereo sifatida chiqaradi deyapti. Ya'ni ikkala tarafdan ham chiqaradi, ya'ni har xil chiqaradi ikkala tarafdan ham. Misol uchun qanaqadir o'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, chap tarafdan odam kelayotgan bo'lsa, chap tarafdagi AirPods ishlaydi, ya'ni chap tarafdagi quloqchin. Mono deb qo'ygan bo'lsa, bir tarafdan ishlaydi. Bir tarafdan ishlamaydi, ikkala tarafdan ham ishlaydi. Ya'ni chapdan yoki o'ngdan dushman kelayotganini bilmaysiz. Misol uchun o'yin tariqasida aytyapman. Bu 16 Max degan, tushunyapsizlarmi? Bu Max desa hamma wow deydi-yu. Bu 16 Max, mana ichiga solib qo'ymasam adashtiraveraman, chunki ichi bir xil bo'ladi. i16 Maximiz ko'rinishi. Korobkasi mana oddiy ichini avval chiqaramiz mana. Mana ichidagi naushniklari qanaqadir farq sezsanglar, albatta aytib qo'yinglar, bu joyda farqi bor ekan-ku deb. Xo'p, idish ham tursin. Mana tagi ko'rinishi, tagi shunaqa kichkina teshikchasi bo'ladi. Bu ham qizil yonadi. Va mana idishi. Idish, orqada knopka va iPhone tushadi bunga. Buni ham ichiga soladigan bo'lsangiz, qizil yonadi. Oldin ko'ki mana qizil ko'k yonadi, ko'ryapsizlar? Qizil ko'k. Ichidan nimalar chiqadi? Korobkasining ichidan nimalar chiqadi? Korobkasining ichidan chiqadigan narsalar bir xil o'sha bir qarishli zaryadchik va deyarli bir xil kitobcha. Razmeri ham bir xildan. Korobkasining razmeri boshqacha xolos. Orqa ko'rinishi bu. Va mana shunaqa holat. Mana. Endi bu i16 Max degani bilan i13 solishtiramiz mana. Mana o'yin qo'limdagi, o'yin tarafdagi i16 Max, bu i13. Ochamiz. Ko'rinish. Mana 13, bu 16 Max. Xo'p. Endi bu ikkitani o'zi bilan farqlanmay bo'pti. Xo'p, sizlar uchun mayli, uchinchisini ham ko'rsataman. Xo'p, uchinchisi keladigan bo'lsak, uchinchisi mana. Ichidan nimalar chiqadi? Naushniki, quloqchini, ya'ni idish. Ichida mana narsasi bor. Bu yana qaysi do'kondan olinganligi, garantiyasi bu.
ya'ni ishlamay qolsa do'konchiga qaytarib berib ishlamayapti desangiz borib ular vazolat qilib tekshirib olishadi. Va tag ko'rinishi, bunda tag ko'rinishi mana ikkitalik. Ko'ryapsan, bu i18. i18 ni mana bitta farqini topdik. Bir dona farq topdik, xudoga shukr. i18 tagida ikkita teshik bo'lar ekan. Bu bitta farq. Nu farq, qanaqadir farqi bor значит. Bir xil emas. Xo'p, ichidan bir qarashli zaryadchik va o'sha bir qarashli kitobcha. Olib qo'yamiz. Mana endi ichi naushnik solishtiramiz. Mana bu i18 va i18 bu sizlarga i13 ko'rsataman endi. Bu i13 tag qismi. i18 tagida ikkitali teshik bo'lar ekan va i16 maxda ham birtali teshik. Mana i13 bilan i16 maxda bittali teshik, i18 da ikkitali teshik. Balki bu tezroq zaryad beradi. Mana ko'ryapsizlar, mana ko'ryapsizlar. i18, i13. i13 bilan i16 ning ichida bir xil chiqdi, tag ko'rinishi ham, lekin boshqa joyi bir xil. Solib qo'yamiz. Xo'p. i13, i16 max va i18. Ko'ryapsizlar? Mana avval idishlarning o'zini razmerlarini ko'rsatay. Mana i13, i16 max, i18. Ichini ochib ko'rsataman. O'zi ketma-ketlik ketgan, chap tarafdan kichigi boshlangan. Chap tarafdagisi i13, o'rtada esa i16 max, chap o'ng tarafda esa i18. Farqini sezdinglarmi? Farq shu, nimada farq topdik? Faqatgina bularning korobkasida topdik va tagidagi zaryad oladigan qismidan topdik. Ya'ni i18 da ikkitali teshik bo'lar ekan, i13 da esa va i16 da esa bittali teshik ekan. Ko'rdinglar farq qanaqaligini? Ya'ni deyarli farq yo'q do'stlar. Mana shu eshitilish sifatida ham deyarli bir xil bu joyda hech qanaqa unaqa katta farq rol o'ynamaydi. Eshitilishida ham katta farq emas, o'zi umuman rol o'ynamaydi. Men o'zim birinchi bo'lib mana shulardan boshlaganman. Mana shu eshitdingmi? U paytda bu naushniklar endi chiqqan va eng zo'r paytlar edi. Ya'ni hozir ham bu albatta yaxshi. Nima deydi? Buni ham taqib yuradiganlar bor va buni taqish ham hech qanaqa yomon narsa emas demoqchiman. U paytda endi mana shunaqalarda originallar chiqqan va keyin bular chiqqan paytlarni men eshitib ko'rganman. Yaxshi eshitilishlari shu paytga, ya'ni o'sha paytga to'g'ri kelaveradi, lekin mana hozirgi paytda byudjetniy variantga tushib qoldi. U paytda byudjetniy variant emas, balki bular qimmat sotilgan edi. Ya'ni bittasi men даже 90 ming so'mdan olganman. Birinchi bo'lib Toshkentga borganimda adashmasam 90 ming so'mga, u paytda 90 ming so'm katta pul edi. O'sha paytda olganman. Xursand bo'lib olganman. U paytda lekin sifati ham ancha boshqa gaplar edi. Ko'ryapsizlar qanaqa? Endi bular narxini albatta aytib o'taman. Buni narxi obuna bo'lmagan odamlar uchun, ya'ni bizga podpiska tashlamagan odamlar bo'ladi-yu. Aynan shu odamlar uchun narxi 38 mingmikin, 39 mingmikin, 40 ming so'mga yaqin chiqadi. Lekin obuna bo'lib kuzatadigan bo'lsanglar, sizlar uchun buni narxi tushiriladi. Ya'ni sizlar uchun bu 35 ming so'm yoki 33 ming so'mdan ham chiqishi mumkin, do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. 40 ming so'mlik narsani 35 ming, 33 ming yoki 32 ming so'mga olasizlar. Men aniq narxini hozir eslolmayman, chunki bu magazin meniki emas. Men bitta do'kondan olaman. O'sha do'kondan narsalar absurd qilaman sizlar uchun, sizlarga foydali bo'lishi uchun. Ular shunaqa ko'ryapsiz farqini. 35 ming so'm, 32 ming so'mga arziydimi? Yo'q. Shaxsan fikrim arziydi. Chunki narxi juda ham past. Atiga 2,5 dollar bo'ladi xolos. 2,5 dollarga hozir simsiz, ya'ni simli naushnik ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni hozir simli naushnik o'zi 25 ming bo'lib yotibdi. 10 ming qo'shib simsiz olib qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa gaplar do'stlar. Farqini ko'rdinglar nimada? Korobkasi va uni tagidagi teshigida. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Telegram kanal deyman-da. Nimasini, telefon nomerlarini opsiyani qoldirib qo'yaman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, boshqa davrlardan xuddi shunaqa obuna bo'lganlar uchun arzon chiqadi.